Sunsi nemishqa Yuanshuning qo'l ostida ishlayvermay, undan ayrilib ketishini o'ylab qoladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qo'z biz 3 parchaliq yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmimizda shu Sunsi to'g'riliq to'xtalgandik. Ham buningki Yuanshuning qo'l ostida ishlayotganligi to'g'riliq filmlarni yo'llagandik. Endi bu Yuanshuningki qo'l ostida ishlash jarayonida Sunsi o'zininki shu kelgusi istiqboliniki bo'lmaydiganligi ham o'zining yetmoqchi bo'lgan orzularini ishga oshirg'ul bo'lmaydiganligini barobar his qilib qoladi. Buning zodi qanday orzusi bor? Sunsining birinchi orzusi bo'lsa, dadasininki qisosini olish, ya'ni Liu Biaodan o'chilish. Ammo Yuanshu ayni vaqtda Sunsining o'ziga tortib, yenit ishlashga da'vat qilgan vaqtda uningga vakolatan uning antini, o'chini, ya'ni qisosini olib berishga va'da bergan. Ammo Sunsi uning qo'shilib nurg'un vaqt o'tgan bo'lsa-mu, ammo u bu orzularni uning amalga oshirib bermaydi, har xil ba'no sabablar bilan. Yuanshuninki xarakteriga qaraydigan bo'lsak, Yuanshuni o'zining gapida turmaydigan, va'dasida turmaydigan nihoyatda vafosiz bir kishi deyishga bo'ladi. Ayni vaqtda 18 taram qo'shin yig'ilgan vaqtda Sunjanga ochliq beramiz deb aldab qo'yib bermaydi bu. Shu vaqtlar nurg'un kishilar buningki shunday bir mijozni his qiladi. Albatta Sunsi buning qo'shilgandan keyin qayta oldinishga uchrab ketadi. Yana bu Sunsi nurg'un qatim janglar to'yib ko'rsatib, buning uchun nurg'un nusratlarni qozonib bergan bo'lsa-mu, bu Yuanshu undaq amal o'rmay deb og'zi deb qo'ydi. Hayajonlangan vaqtida deb qo'ydi, keyin asta-asta pushaymon qilib, gapidan tinib oladi. Bermaydi. Shuning bilan Sunsininki ko'ngli sovib ketadi bu yerda. Hatta Sunsi o'zininki harbiy jihatdagi nihoyatda chin shu prinsipchanligining yuqori ekanligini buni isbotlab qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Yuanshu bundan qo'shiladi, ham ansiraydi va buningga amal berishni xohlamaydi. Yana bir qatim Sunsining qo'l ostidagi bir askar qochgan vaqtda, ya'ni qochoq askar bo'lgan vaqtda, ham qochoq askarlarni u vaqtlarda bitirib qo'ydi-da. Hamda bu qochoq askar qochib, Yuanshuninki aram oladigan, ya'ni bargohiga suqingan vaqtda Sunsi o'zining lashkarini ilib bostirib kirib, bu lashkarni tutib, buni bitirib qo'ydi. Shu vaqtda hamma butkul qo'shin Yuanshuning qo'shinlari hayron qoldi. Buningga bo'lgan hurmat oshidi. Ajoyib prinsipchan ekan, haqiqiy bir sarkar ekan deb. Ammo shu vaqtda Yuanshu buningdan faxrlangan bo'lsa-mu, lekin buningdan ansiraydi. Buningki hurmat oshqansi buningdan ansiraydi. Shuning bilan buningga berishga tegishli amallarni bermay, buningki bak kuchli bo'lib ketishi, o'zidan bak yiroqlab ketishini xohlamaydi. Eng oxirgi qitim Sunsi bu Yuanshu uchun bir g'alabalik jangni qilib, lashkarni ilib qaytib kelgan vaqtda Yuanshuninki barliq vazir uzralarni o'rdisiga yig'irib, nihoyat cho'ng bazmi qilayotganligini ko'rdi. Shuning bilan Yuanshu kirib, o'zininki nusrat qozonganligi, hamisha jang to'yib ko'rsatganligini degandan keyin Yuanshu buningga yaxshi bo'pti. Unda qo'ysa, senmi bazmidan o'rin ol deb, shu bullongdagi, ishituvdagi eng chatlik o'rindan buning o'rin berdi. Hech qanday buningki jang to'yib ko'rsatgan ishizlarni maqtab, yoki bo'lmasa buning uchun dog'du qilib degandek ishdan qilib bermaydi. Hech bo'lmagandek bir xil holatda işte o'zining bazmisiga, o'zining sharobini ichib, tamog'ini yeb o'tirdi. Ammo shu vaqtda Sunsining nihoyat achchiq keldi, ichi nihoyat bearam bo'ldi. Nima ish qilsa, bu nihoyat yerib ichib jangda nusrat qozonib kelgan. Buningki lashkarlari sirtda buni xabarini kutib turganda, bularning ichida dadasi bilan birga nurg'un issiq sovuqlarni boshdan kechirib, ham Sunsig'im agishib kelgan Chungpu Huangay ikkalanmi batida ishning tubida saqlab turganda, Sunsi chiqsa, birga ketimiz yoki bo'lmasa, inom olamiz deb. Endi Sunsi ularning ishning tubida saqlab turganligini deyolmaydi, amal yo'q, ashada o'tirib ishkiskanmizmi, sharobni yegiskanmizmi, go'sht, boshqa narsalarni yeyishga majbur bo'ldi. Bazmi so'rni qizib o'tirgan vaqtda Sunsi asta chandurmasdan chiqib o'zining bargohiga ketib qoldi va lashkarlarni o'rlashtirayotgandan keyin o'zining bargohida ajoyib bearam bo'lib ketdi. Yana hamma odam chiqarib o'tib yig'lab ketdi. Endi u vaqtlarda yana bo'libmi shunday jang vaqtlari bo'libmi shunday tarix bundan necha yuz yil, necha ming yil burungi vaqtlarga ap etganda bir akishninki, bo'libmi bir palvon sanog'unninki yig'ilishi degan ajoyib bir cho'ng ish hisoblanadi. Amaliyot ko'rilish imkoniyati yo'q. Yig'lashni hammadan numus deb biladigan holatda, ammo Sunsininki shunday bir yig'lab qolganini shu
dargohning sirtida turib anglab qoldi o'zining yordamchilari. Sünsa shunda azoblanib yig'lab o'tirgan vaqtda bir kishi buni yoniga kirdi. Bu hamda nihoyatda bir mushavirlarda kiyinib olgan bir kishida, unda bir savut dublug'lar yo'q. Bu kishining ismini kim degan vaqtda Juji degan kishi. Bu hamda shu Sunjan bu vaqtda Sunjanning yonida turgan bir mushavir. Keyin shu Sunsa agishib kelganda, shuning bilan kirib Sunsaning yonida jimmi turdi. Turgandan keyin Sunsa buni bayqab yishini yetib o'tib yig'lamaga holat keldi. Lekin bayqilib qoldi. Bayqilib qolgandan keyin shuning bilan Juji degan bu mushavir shuning bilan deydi. Nima ish qilyapsiz? Nima ish sizni qiynayapti? Degandan keyin men shundaq bir palvon turib, shundaq bir kishi turib, yo dadamning qisosini olamasam, yo bir boshqalarning hurmatlashiga, e'tirof qilishiga erishamasam, yo bir cho'ng-cho'ng ishlarni qilamasam, mening bu hayotimda zodi nimin deb yashayman. Men mushu ishlar uchun azobni beyaram bo'laman degandan keyin shundan bu mushavir undab qolsa, siz agar mushu ishlarni qilmoqchi bo'lsangiz, cho'ng ishlarni qilay deb qolsangiz, dadangizning qisosini olmoqchi bo'lsangiz, Yuanshudan ayrilib ketang. Yuanshudan ayrilib boshqaga keting degan bir gap deydi. Shuning bilan Sunsa hayron qoldi-da bunga. Men uningdan ayrilib ketsam, cho'ng ishlarni qila olaman deydi. Dadamning qisosini qanday olaman Yuanshudan ayrilib ketsam degandan keyin, siz Yuanshuning qishi turibmi, dadangizning qisosini ola oldingizmi? Bir ömür tursangizmi, u sizga dadangizning qisosini olib bermaydi. U faqat o'zini o'ylaydi. Shunga cho'ng ishlarni qilish uchun cho'qim uningdan ayrilib ketish kerak degandan keyin Sunsa shuning bilan birdilla bir nishon topgandek, yo'riq topgandek shunda hayajonlanib ketdi. Bo'ladi, sizning gapingizni anglayman. Men ayrilib ketay. Lekin ayrilib ketishdan burun cho'qim azroq Yuanshudan qo'shin ilib ketmasam, men cho'ng ishlarni qilish uchun o'zim yolg'iz chiqsam bo'lmaydi desa, Juji degan mushavir deydi, Yuanshu hargiz sizga o'zining sanog'ollardan, lashkarlardan bermaydi. Siz yolg'iz chiqasangiz cho'ng ish degandan keyin men shu tavarib muhrni Yuanshuga berib, uni lashkarga almashtirman deb bular shu maslahatni qilishidi. Deb qo'z do'stlar, 3 podshohlikdagi taxmi nodir mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, qo'shish belgisini besib, meni qo'shib olinglar. Shu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrim xonada uchur qilinglar.